Bugun 8-mart 2025-yil bo'lishiga qaramasdan, bugun biz ijodiy sayohat uchun Toshkent viloyati Qibray tumaniga keldik. Bugun 2025-yil 8-mart bo'lishiga qaramay, Toshkent viloyati Qibray tumaniga ijodiy sayohatga keldik. Mana shu inson bilan tanishib, ularning hozirgi kunda erishayotgan yutuqlari, hozirgi kunda erishayotgan bir yaxshi jadal ishlari haqida suhbatlashish uchun keldik va bu uning yaxshi rivojlanish jarayonlarini sizga ham ilinmoqchimiz. Diqqat bilan eshitasiz, ko'rasiz va tinglaysiz degan umidamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana bir o'zingiz haqingizda bemalol shoshilmasdan bir tushuntirib bersangiz, kimsiz, nimasiz? Abduhamid Bandimonov Abdufattoh o'g'liman. 2021-yil 27-maktabda o'zimni jamoamni yaratdim, Abduhamid jamoasini. Shundan keyin qiziqish bo'lib maqola yozishga harakat qildim. Maqola yozgandan keyin maktabga taklif qilishdi ishga, ma'naviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosariga. Maqola oxirigacha yetmadi. Ozgina uzilishlar bo'lib qoldi. Keyin 27-maktabga ma'naviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimiga saylandim. Keyin izlanishdan shu maqolani so'ngiga yetkazdim. Yurt fuqaro nishoni bilan mukofotlandim. Ketidan Ahmad Yasaviy ko'krak nishoni bilan kunda o'tib keyin Yoshlar agentligi Qibray tumani bo'limi Chinobat mahallasi yoshlar yetakchisi bo'lib tayinlandim. Hozirda ilmiy maqolamni yana so'nggisini davomini yozmoqdaman. Hozirda yana yurt fuqaro Yo, to'xtang, shoshmang. Kamerani o'chirmang. Xo'p, siz maktabni bitirgansiz. Qaysi maktabni? 9-sinfgacha fizik savob o'qiganman. 11-maktabda. 11-maktabni bitirdingiz. Bitirganingizdan keyin qayerga o'qishga kirdingiz? O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya institutiga. Jismoniy tarbiya institutiga o'qishga kirdingiz. Nima yo'nalish bo'yicha? Taekvondo yo'nalishi bo'yicha. Taekvondo yo'nalishi bo'yicha. Bular hozir kameraning oldida hayajonlanyaptilar, hayotlarida birinchi marta intervyu berishlari. Bular ham sportchi, ham shoir ekanlar. Shuning uchun qiziqib keldim-da. Bo'lmasam kelmasdim. Sportchi bo'lganlar. Shoir bo'lganlar uchun keldim. She'r yozar ekanlar. O'zlari she'rni jonlantirib ovoz berar ekanlar. Umuman ijod qilar ekanlar, shuncha qiziqib keldim. Ular siz institutda taekvondo bo'yicha o'qidingiz, bitirdingiz? Bitirdingiz. Yoshingiz nechida? Yoshim 21da. 21 yoshda Qibray tumani Chinobod hududida taekvondo, O'zbekiston taekvondo bo'yicha Abduhamidov jamoasini asoschisi. Yaqinda shogirdim ham kelajak kanalda o'zini ilmiy maqolasida kelajak kanal sertifikatini taqdirlandi. Oho, u necha yoshda? U 11 yoshda yaqinda. 11 yoshda. O'zini U 21 yoshda. 11 yoshda 10 yil farq. Keyingisi undan ham kichkina bolacha. Yoqimli yurib qoyil qolib ketasiz. O'shaning uchun nima demoqchimanki, haligi biz ijodiy sayohatlarimizda haligi yoshlarni shijoatini ko'rsatib berish niyatimiz. Bir joylarni borib aylanib kelish emas. Hozir aynan Qibray tumanida nima ish qilyapti shu yosh 21 yoshga to'lib? Kamerada o'g'lim ham olyapti, ko'ryapsin, bilyapsin, eshityapsin. Xo'p, endi siz taekvondo bo'yicha jamoa tuzdingiz. Jamoangizda nechta odam bor? Jamoamda birinchi 50 ta odam bo'ldi. Undan so'ng sanalar muammolar bo'lgani uchun hozirda 20 nafar yosh shug'ullanib kelmoqda. 2024-yil 3 yilga bo'ldi, katta tadbir qilib o'tkazdik uni. Nurafshon telekanalida faoliyat yuritdi. Xo'p, Nurafshon kanalidan kelishdi. Nurafshon telekanalida yoritishdi. Telekanalda yoritishdi. Nechta hozir jami shogirdlaringiz hammasi bilan birga? O'sha hozir 30 ta shogirdim bor. 30 ta shogirdi bor. Bundan tashqari 20 tasi kelib qatnashar ekan. Xo'p, mayli, keling. Keyin yana bir gap eshitdim-da, siz Qozog'iston Respublikasi Qo'shqanot yozuvchilar uyushmasining Ahmad Yasaviy nomidagi ko'krak nishoni sohibi bo'lgansiz. Shu maqola so'ngga yetmagandi. Maqola so'ngga yetkazdim. Tanlov o'tganda maqola nima haqida? O'zbekiston taekvondoning keng rivojlanishi haqida mavzu. Qozog'iston Respublikasida O'zbekiston taekvondosini rivojlantirish ilmiy maqola bo'lgan.
Qozog'iston uyushmasiga topshirdim. Xabar kelyapti, siz tanlovga o'tdingiz, maqolangiz ma'qullik topildi. Shu kuni taqdirda shu yerga keling deyishadi. Men o'zim ham ishonmadim. Uydagilar hayajon, hamma hayajon. Yaxshi, 21 yoshli odam o'zi Qozog'istonda tanlayapti. Hop, sport yo'nalishida emas, ilmiy maqola yozish bo'yicha tanlayapti. Xo'sh, hozirda endi o'zimni kitobni yaratmoqchiman, taekvondo bo'yicha. Abduhamidov degan kitob chiqarmoqchimiz. Yana men eshitdim, qaraylik, siz O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasiga a'zomisiz? A'zo bo'ldim yaqinda. A'zosiz. Hop, yana eshitdim, sizni qora belbog'ingiz bor. Qora belbog' sog'ligi. Yaxshi. Yana eshitdim, sizni yana nimalaringiz bor? Yana ko'p yutuqlarim bor. Bir boshdan gapiring. Taekvondo bo'yicha 2022-yil 18-noyabr davlat bayrog'iga atalgan tanlov o'tdi. Bunda shogirdlarimiz bilan videorolik orqali ishtirok etdik. Qibray tumani hokimi tomonidan diplom esdalik sovg'alar taqdirlandi jamoamiz. Yaqindan keyin yana musobaqalar bo'ldi, shogirdlar yuqori natijalarga erishib o'tdi. O'z temasini hammaga shunaqa nasib etsa. Yo'q, biz Toshkentda taksi chaqirib kelyapmiz, Qibrayga keldik, mana shu territoriyaga. Qidiryapmiz-da, biron bir katta bir sport majmuasi bo'lsa kerak desa, maktab hududida ochilgan. Abdumanov qayerda desa, o'yapti. Ko'rsatyapti. 21 yoshida tanlayapti. Yaxshi. Reklamalarimiz ham bor. Maktab hududida hozirda azim muammolar bo'lgani uchun reklamalar olib turibmiz. Yana xudo xohlasa tiklab, katta jamoa maktabda yoshlar bo'sh vaqtni mazmunli tashkil etish maqsadida maktabdan obeddan keyin niyatim bor, katta jamoa yaratib, obedgacha maktab darsligi bo'ladi. Obeddan keyin faqat sport, ikkita yo'nalish bo'yicha ingliz tili ustuni bo'ladi darsligi. 3-chi faniga taekvondo sportini kirgizib, yoshlarni kelajakda saviyasini yetishtirish niyatim bor. O'zim xususiy maktab ochib. Endi uni xudo xohlasa bir 30-40 yoshga to'lgansiz. Hozirdan shunga harakatni boshladik. Balki bundan ham oldin qilib bo'larsiz. Zo'r. Yaxshi, juda shunaqa bir yoshsiz, to'g'ri tushunamiz, qon qaynagan vaqtda shijoat degan narsa ko'kragan bizga nisbatan-da, misol uchun sizni yoshingiz 21 yoshimda bu darajada meni yutuqlarim bo'lmagan, lekin siz shu yutuqlaringizga erishishingizga qayerdan energiya olasiz? Ota-ona duosi. Ota-ona duosi asosiy. Ular qarshi bo'lmaganmi sportchi bo'lishingizga? Ular qarshi bo'lmagan. Sababi bir vaqtlar bo'lganda O'zbekistonda bir vaqtlar sport sohasida yurganlarga uncha jayam ko'p e'tibor berishmaganda. Ota-ona har doim qo'llab kelishgan. Bu vaqtda nima qilasan baribir. Bor sport bilan shug'ullan deyishgan. Mana hozir sportga e'tibor qaratdi davlat rahbari tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlashyapti. Yoshlar ishlari agentligi hammani har haftada xabar olishadi. Qanaqa muammolar bor yoshlarimizga, nimalar kerak. Siz yoshlar ishlari agentligini Qibray tumani Chinobod hududi bo'yicha ham ishlaysiz-a? O katta xazina sohibini oldik ikamiz. Hozirda ijtimoiy roliklar chiqaramiz. Yoshlarni o'sha mazmunli tashkil etish maqsadida telefondan foydalanmaslik, telefondan foydalanib o'ylab o'tirsa nima bo'ladi, kelajakda nimaga erishadi, harakat qilsa nimaga erishadi, shularni solishtirib rolik chiqaramiz. Har xil roliklar. O'zingiz telefonda o'yinlar o'ynamaysiz? O'zim faqat bo'sh vaqtlaringiz. Bo'sh vaqtimda kechiga ertalabdan 9 da ish boshlanadi. 9 dan 6 gacha ish faoliyatida bo'lamiz. 6 dan keyin o'rtoqlarni yig'ilgan holatda futbol tashkil qilamiz. Futboldan keyin o'zimni ishlarimni yana maqolani. Asosan jismoniy harakat asosan. O'mas bilan birga yashaganda damni ozib ketgan bo'ladi. Azizlar, keling suhbatdoshimizni savollarga tutsak va ulardan antiqa javoblarni olsak. Umuman hayotga 21 yoshli yigit erishgan yutuqlari, O'zbekistonda erishgan yutuqlari haqida, o'zini hayotining erishgan yutuqlari haqida savollar orqali javob berasiz. Erkin, bemalol, shaxsiy fikrni bayon etish huquqiga egasiz deydi. Xo'p, qarang. Sizni sportga olib kelgan asosiy sabab nima edi? Kim ta'sir ko'rsatgan?
Bizada yoshligimizda ota-onamizni ko'chaga chiqib ketardik, chaqirishadi, "Yeka nima qilasan? Ko'chada nima bor? Nimaga erishasan ko'chada?" deyishadi. Keyin ikkita qo'y, ikkita mol olib berishdi. Bor dalaga chiqib mollarni boqib kelgan. O'shanda bo'sh vaqtning nasibini yotadi. Chiqdik dalaga o'rtoqlarim bilan. Endi zerikish bo'ladi va hammaga o'tirganda mol beradi. O'tirardik, shug'ullanardik sport bilan. Bir-birimizga mana bir o'zimizni nimadir qilib ko'rardik, nimadir o'xshab qolarmaganda. Janjallashib ko'rib, qanaqadir tryuklar bilan hech kim katta Italiyanaga bormaymiz. Tryuklar ko'rganmiz o'zimizcha. katta yeganmisiz? Yegamiz, vaqt. Yetkazib qo'ygan odam borardi, mollarni qaytarib kelardi. Davom etardik, yugurish bo'yicha musobaqalar qilib turardik. Yugurgandan keyin yetkazib qo'ysa, mol ovqat yeb yuraveradi. Sport bilan, harakat bilan. Kim yetkazib qo'ysa, ketib qolgan molni hammaga qaytarib olib keladi. Yana yig'iladi molda, yana davom etadi boshqa anaqaga. Zo'r-ku bu. Keyin sport maktabi ochildi mahallamizda. Keyin o'rtoqlarim aytdi, qani borib boramiz dedi. Kim qaysi sportga tortib o'shani ketdi. Bordik, ko'rdik. Menga o'zimga ko'proq oyog'im yaxshi ko'targan chap oyog'im. Bo'yingiz uzun ekan-da, shundan oyoqdan ham uzun olgan. chap oyoqda shapallatib Chap oyoqda, o'ng oyoqda chiqib chap oyoq yaxshi chiqadi. Keyin qarasam taekvondo sporti menga ma'qul. O'zini qo'shni orayni qaradi, menga boks tortar ekan dedi. Boks bo'yicha O'zbekiston chempioni bo'ldi hozir. Taekvondo bo'yicha. Taekvondo sportiga keldik, ustozim bitta trener bilan tanishdik. Bu trenerlarni yaxshi shug'ullantirib, ingilisga kirdim ular orqasidan ular yordam bilan. Mana shu ilmiy maqolada. Значит, sizga sportga olib kirgan asosiy sabab bu dalada mol boqish bo'lganmi? Ota-onam shu yaxshi qilishgan shu men ko'rdingizmi, dalada mol boqqan yosh yigitchalar kelajakda yo sportchi bo'ladi, yo bir yaxshi shoir bo'ladi, yo bir baribir aytishadi burungilar, 4 ta tuyoqli jonzotni barakasi bor, rizqi bo'ladi. O'shaning uchun baribir yaxshida kompyuter xonada ertalabdan kechgacha o'tirgandan, o'yinini PUBG o'ynab o'tirgandan ko'ra tuzukroq. O'sha paytda menga rost xato bo'lgan ota-onamdan. Meni mol olib berishdi. Mol boqqaningiz mol boqqanman, ko'chada yurganda. O'sha paytda rost afsuslanganman, xato bo'lganman. Hozir mana shu narsalardan eslab o'tirsam xursand bo'laman. Yo'q, menga rahmat deyman hozir. Masalan, men Toshkentda yashaganman, mol boqmaganman, lekin menga ham mol bo'ldi. Yo, to'g'risida gap ochiq. Hop, qarang, sizga keyingi savolni beraman. Juda ham ta'sirlanib ketyapman. Sportdagi eng katta g'alabangiz va siz uchun eng muhim qaysi yutuq? Qorabel bo'lgan eng katta yutuq. Ota-onam juda xursand bo'lishdi Qorabel olganda. Qayerda oldingiz? Koreya assotsiatsiyasiga topshirganman. O'zbekistonda video orqali 3 marta yiqilganman. 4-sinf imtihonni o'tganman. Adam vasolat qiladilar. Tayyorlansam, o'zlari mazalari yaqinda olib o'tganman. Juda ta'sirli bo'lgan. Olganlarni xursand bo'lganlar ham ko'zim oldimdan ketmaydi. Odam hozir mana duo qilib, yaxshi anaqa duo qilib mazza qilib. Yaxshi yashaymiz. Qora belbog'dan uyog'i ham bormi? Yana belbog'lar bo'ladimi? Yo'q, qora belbog' eng kattasi. Eng kattasi qora belbog'. Yaxshi, zo'r. Keyingi savolimiz, kelajakdagi maqsadlaringiz qanday? Olimpiada yoki xalqaro maydonda nimalarga erishmoqchisiz? Kelajakdagi maqsadim endi o'zimiz sal-pal sportda anchagina shug'ullanaman. Hozirda ilmiy maqola qilaman. Kitob yozish maqsadim asosiy, o'zimni xususiy maktabimni ochish. Endi keyin kelajak yoshlar o'zimiz shogirdlarimni olimpiada chempioniga chiqarish. Yaxshi. 21 yoshli shogird bo'ladi. O'zi 21 yosh. Yana shogirdlari. Voy, hozirda 20 yoshli shogirdim bor. Hozirda 20 yoshli o'zim tempur shogirdi bor. Zo'r, men juda ham xursand bo'lib ketyapman-da. Shogirdim har tomonlama hozir ham yoshlar yetakchiligini o'rganyapti, ham sportni o'rganyapti. Yaxshi. Qarang, sizga keyingi savol, sportdan tashqari hayotingiz qanday o'tadi? Qanday qiziqishlaringiz bor? Sportdan tashqari yana bir sportga taqalib qoladi, futbolga qiziqaman. Qo'shiq aytishga qiziqaman ko'proq. Qo'shiq aytasiz? Qo'shiq aytib turaman o'zim. Hozir qo'shiq eslatib, xirgoyi qildirib turamiz. Qanaqa
she'r yozilgan she'rlarni audio qilib chiqaraman. Video rolikda tayyorlayman, o'zim bizga olib berishadi, matbuot xizmati xodimlarimiz o'zim tashqari kanalga joylab boraman. Tushunarli. Yaxshi. Bitta narsa, bular fidoyi xizmatlaringiz uchun degan mukofot bilan mukofotlangan ekanlar. Qanaqa bo'lganingizda shuning uchun yutuq bo'ladi. Bu mas'uliyat yuklaydi. Buni qanday erishgansiz va qanday mas'uliyat yuklangan sizga? Bu mas'uliyat endi yozgi ilmiy maqola yozib oldim. 2021-yildan boshlaganman maqolani yozishni. Ayni sababli bo'lib o'zishga bo'ldi. Adam masalar bo'lib qolganda yurishga bo'ldi. Yaqinda adam aytganida sen erishasan, davom et. Ba'zan ishonaman deganida o'sha gaplarni motivatsiya bo'ldi menga. O'sha erishib yozib olgandan keyin maqolani tasdiqladim. O'shalarga o'xshagan ekan, hali tavakkal qilib olingan topshiring nima deysiz? Topshirdim, buni duo qildilar, topshirdim. Bir haftaga xabar berdi, sizga maqolangiz tasdiqlandi debdi. Siz fidoyi xizmatlar guruhiga shoirga topildi debdi. O'zim bu anaqada masha xursand bo'lib ketdim-da, adamning gaplarini o'rganib, motivatsiya bo'lib erishganim uchun shu narsaga. Bitta narsani hech qachon unutish kerak emas. Otalar vafot etadimi, vafot etmaydimi, ularning hamisha qo'llab-quvvatlovi bo'ladi. Faqat otani ota sifatida hurmat qilib qo'yish kerak. Juda ham xursandmiz. Keyingi savol sizga yoshlar yetakchisi sifatida qanday tashabbuslar bilan chiqyapsiz hozirgi kunda? Bilasizmi? Yoshlar ishlari agentligida va ularga tegishli bo'lgan o'sha hududdagi bo'linmalarida yoshlar yetakchilari juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Hamma sizga o'xshagan kelishgan oq ko'ylak galstuklarda yurishadi. Lekin aynan sizning Qibray tumani Chinobod hududi bo'yicha tashabbusingiz, konkret tashabbusingiz nimalar? Hozirda tashabbusim hamma yoshlarni telefonni chekintirish. O'shaning uchun hozir rolik o'ylab topganmiz yoshlarga. Yoshlar sizga umumiy qarshilik bildirishadi, aytib qo'ying. Qarshilik bildirsa ham shu qarshilikni yengib o'tishga jamoam bilan harakat qilamiz. Telefondan mana foydalanolmay qolamanki. Siz dars vaqtidami yoki biron bir joydan foydalanish yoki g'arazli niyatda foydalanishga qarshi bo'lsangiz. Shu telefonda o'yin o'ynash asosiy. O'tirgan o'yinda roliklar hozirgi bemaza video roliklar ko'rishmoqda yoshlarimizni prezidentimiz aytdi, birinchi yoshlarimizni ongini to'g'rilashimiz kerak. Birinchi o'sha ongiga yaxshilab kirib olib, to'g'ri yo'nalishda sen telefon o'ynama. Telefon o'ynasang, kelajakda mana bu narsaga erishasan. Agar telefon o'ynamasang, yaxshi ishlasang, mana bu narsaga erishasan deb yoshlarimizni miyasiga yetkazib olishimiz kerak bu narsani. Birinchi shu maqsadni, keyin foydalanish anaqasi elektron kutubxona. Telefonni to'g'ri yo'nalishda foydalanish. Agarda yoshlar chiqsa biza telefondan to'g'ri foydalanadigan yoshlar bo'lsa, o'shalarga tekin Wi-Fi o'rnab elektron kutubxona. Bilasizmi? Mana bir arzanda shoir ukam bor-ku, asli navoiylik, ismi Faxriyor Baxtiyorov. Yaqinda yozuvchilar uyushmasida kitobi chiqdi. O'sha yigit bir kunda bor yo'g'i 2 soatgina internetga kirar ekan. Bir kunda bor yo'g'i 2 soat internetga kirib, bito mashg'ul. Siz yoshlar kun bo'yi PUBG o'ynaysiz. Pul berishi ham mumkin to'g'ri. Pul beradi, endi qanaqa yo'lda beradi? Kun bo'yi megabaytlarni ketkazasiz, hech narsaga erishmayapsiz. U bir kunda 2 soatgina kiradi. Ham shoir, ham davlat xavfsizlik xizmatini jamoatchilik xavfsizligi universiteti talabasi yaqinda bitiryapti уже. Ham kitob chiqardi, ham mashina oldi yaqinda. Siz o'tiravering, telefoningizni tutib o'ynab. Kimdir aytishi mumkin, mana men telefon o'ynamoqman, pul topmoqman, menga nimaga kerak, menga ish kerak emas, menga nima qilaman deb gapirishi mumkin, lekin u ham vaqtinchalik narsadir bu. Kelajakda baribir oxirigacha borolmaydi bu narsa bo'yicha. Kuzatayotgan odamlar balkim bir kunda yo'qolib qolishi mumkin. Balkim akkaunti bloklanib qolishi mumkin. Bloklanib qolsa nima bo'ladi keyin? Keyin asabiylashadi, stress holatiga tushadi. Suitsid paydo bo'ladi, o'zini nimadir qilib qo'yish bo'yicha va hokazo.
Qarang, sizga savol, taekvondo faqat jismoniy sport emas, balki intizom va sabrni ham talab qiladi. Siz bu fazilatlarni hayotda qanday qo'llayapsiz? O'zimni bo'ladi asabiylashish. O'sha paytda asabiy yengish uchun Juda ham asabiylashyapti. Konkret aytaman, mana oldida o'tiribman. Sport intizomi va sabrni tarbiyalaydi. Hozir mana shu stoldan tepasi sabr bilan, intizom bilan o'tiribdi. Oyoq tirillab yotibdi. Asabiylashyapti. Yaxshi. intizomni yengish uchun ota-onam aytganda men ko'tarilganim bilan salomni esdan chiqarmang. Ko'chadagi odamlarga hurmat esdan chiqarmang. Shundagina o'sish bo'ladi. Agar men уже kresloda nafasiga ursang, juda bo'lsa singari shu bo'ladi deyishgan. Asabni yengish uchun o'zim shu musiqaga bilan shu karaoke bilan o'tirib musiqaga Yaqinda karaokega boramiz. Bahor isib qolsin, kunlar hozir yomg'ir yog'yapti ko'chada. Shunda o'zim yana xursand bo'lib, boshqasi yana hayotga qaytamiz. Hop, qarang, sizga keyingi savolni beramiz. Hop, mashg'ulotlar davomida hech qachon unutolmaydigan bir dona qiziq yoki og'ir voqea sodir bo'lganmi? Mashg'ulot jarayonida qiziq voqealar bo'lgan. Biz o'zimiz ko'zni o'ylab turib, aylantirib o'tiramiz. Chiziqdan yurg'izadi. Chiziqdan yurg'izganda devorga boshim bo'lmagan mana shunda. Keyin o'sha ikkinchi O'rra bo'lgan. Ikkinchi urinishga aylanib yurish berganda o'sha kallaga deganiga o'sha yetib oladi baribir. O'sha miyaga beradi, devor bor. Sen to'g'ri yurishing kerak deydi. Signal bo'ldi. Keyin to'g'ri yo'nalishda yurdim. Yomon voqea sparing jarayonida o'qishga kirishdan oldin bolalar orasida kelgan imtihon abituriyentlar o'rtasida sparingga tushib ketganda ular raqibim tushishni bilmagan, tushishni bilmaydigan kelib qolganda tushishni bilmagandan keyin sparingga qo'yib berishdi, tushib olmasa ikkita tizni endi tepaman deganda tizzasini tiqib qoldi. Tizzadan o'rga tegib suvga yedilishi bo'ldi. Ancha keyin sport bilan shug'ullanib qoldim shu orqasida. Judayam eslatib xotirladik. Keyingi savolga beraman. Siz hop, qarang, agar sportchi bo'lmaganingizda anaviy savollar. Agar siz sportchi bo'lmaganingizda qanday kasbni tanlagan bo'lardingiz? Qo'shiqchi bo'lishni tanlamoqchi bo'lsa, Shu qo'shiq ayttirmasak qo'shiqqa yomon qiziqaman. Qanchalar berib qo'shiq tugatibmiz. Hozir qo'shiq ayttiramiz oxirida. Hop, qarang, keling suhbatimizni biz judayam yaxshi hozirgi kunda dolzarb bo'lgan masalaga qaratamiz. Ya'niki hozirgi kunda bir farzandni dunyoga keltirib, uni bosqichma-bosqich katta qilib, uni biron bir kasbga, hunarga o'rgatib va hozirgi kunda judayam duolar qilib rohatda o'tirgan ota-onalar bor-da. Bundan tashqari farzandini kelajagini o'ylamaydigan ota-onalar bor. Mana sizning hayotingizda aynan ota-onangiz sizni ham sportchi, ham yozuvchi, shoir bo'lish yutuqlaringiz jarayonida qanday rollarni bajarishgan, vazifalarni bajarishgan, shular haqida gapiring. Onangiz, otangiz haqida gapiring. Kelardim, har kuni shug'ullanib sportdan kelgandan keyin nima bo'ldi bugun deyishardi. Shunaqa bo'ldi. Qara, keyin maqolaga yozaman dedi. Nimaga yozmaysan? Yoz deyishardi o'shani. Yozardim, olib kelardim, ota-onaga ko'rsatdim. Ada, oyi mana qarang, qanaqa? Sizga yoqmadimi? Sizga yoqsa, men chiqaring shuni. Sizga yoqmasa, yana qaytadan yozaman. Chunki ota-ona birinchi ota-onadan bo'lishi kerak-da bu. Ota-onaga agar yoqsa, keyin haqiqatdan bu haqiqiy maqola bo'ladi-da bu. O'zbekistonga foydasi tegadigan bo'ladi. Ota-onaga ko'rsatdim. Bo'ldi, yaxshi. Davay, bos yana davom etamiz. Yana bir qator yozib berardim. Ada qarang. Qo'ymasdim-da. Onajon nima ish qiladi? Oyim shifokorlar. Shifokorlar. Yaxshi. Ular qanaqa qaraganlar? Misol uchun sportga, baribir onalar shunaqada,
ozgina kalta yeb kelsangiz ham, taekvondoda yoki qanaqadir shikastlanib kelsangiz ham, bo'ldi yig'ishtirib qol, bormay qo'ya qol, qilmay qo'ya qol shu ishni deyishadi. Shunaqa bo'lgan esga kirganimda tizzamiz bo'yicha oyog'imiz suv yegilish bo'lgandan keyin oyim bo'ldi qo'y shug'ullanma, bolalarni yetishtir. Bolalarga o'sha bolalarga o'zing ustozing qandoq senga shogird chiqadi. Ustoz senga qandoq mehr bergan bo'lsa, xuddi shu narsani berib, shogirdingni mukammal qilib yetishtirgan deganda, adam yana bunga qarshi bo'lganda, Nimaga? sen sportni davom ettirib, olimpiada chempioni yutuqlar olib kelishiga davlatimiz bayrog'ini baland ko'tarib, yoki ilmiy maqola bo'yicha o'zing tanishing kerak, yo o'zing kitobingiz ada ota nima ish bilan shug'ullanadi? Adam o'sha paytda qo'lovchi bo'lganda. Lekin yaxshida qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar o'zini o'g'lini, farzandini kelajagida o'zi erishmagan yutuqlarni ko'rishi, erishishiga juda ham xayrixoh bo'lishadi ular. O'sha sportga nima kerak bo'lsa, adam oyim hammasini yetishtirib. Siz nechinchi farzandsiz? 3-chi farzandman. 3-chisiz. Sizdan katta kimlar? Opam bor, akam bor. Ular erkatoy endi baribir, siz kenjasiz. Sizdan hamma umidlarni shu hamma san chiqishing kerak, akam ham, opam ham o'zlari anaqa o'qimagan, akam o'qimagan, opam o'qigan, akam men o'qimadim ekan, san o'qishing kerak. San ko'chada yurma, san shuni qil, san o'qishing kerak, san bizani oilamizni ko'tarishing kerak. Shu motivatsiya bo'ldi. Yo, siz shu oilani obro'sini juda ham yaxshi ko'tardingiz. Shunaqa yutuqlarga 21 yoshda urg'u beryapman. Ko'pchiligiga tegishli 21 yoshida shunday yutuqlarga erishishni o'zi bo'lmaydi. U uchun iroda kerak, sabr kerak va bu jarayonlarda sizning otangizning rollari hozir qayerdalar? Shular haqida. Adam 2024-yil olamdan qoldi. Taqdirdan. Hamma gaplarni barcha yuragimda motivatsiya bo'lgan hammasi menga o'zi odatda to'ng'ich farzand ota-onaga yaqin bo'ladimi yoki kenja farzand ota-onaga yaqin bo'ladimi sizningcha? Menimcha to'ng'ich kenja farzand yaqinroq bo'ladi. Yo'q, to'ng'ich katta degani, eng kichkina kichik kenja degani. Kenja shu yaqinroq bo'ladi chunki kenjasi erkatoyki, kichkinaligimda o'yinga qiziqardi, raqsga tushardi, adam raqsga tushardi, birga chiqib bo'sh bo'lmasdik, birga nimadir qilib ko'rardi, ish-ishga borsak birga borardi, ish bo'lib qolsa birga borib, hasharlagan birga borib, ko'proq odamlar bo'lganda. Hozir olamda yo'qlar, lekin sizning har bir yutug'ingizni qo'llab-quvvatlanglar, joylari jannatda bo'lsin. Shundoq mana hozir ro'za Ramazon kunlari eslab o'tamiz. O'ksinmang, sizning oldingizda o'tirgan insonni ham dadasi yo'q. Yaqinda qazo qildi, vafot etdi. Biz shunday kelib ketuvchi insonlarmiz. Qaysi birimiz bu yaxshi nom bilan ketamiz, qaysi birimiz bizning farzandlarimiz yaxshi bo'ladi, qaysi birimizning farzandlarimiz yomon chiqadi. Shuning uchun har bittamizning, barchamizning farzandlarimiz eng yaxshi insonlar bo'lib, orqamizdan yaxshi nom qoldirishlari biz uchun eng yaxshi farz, eng yaxshi sunnat, eng yaxshi ibodat va hokazo. Mayli, rahmat bugungi suhbatingiz uchun. Chiroyli bir ijodiy sayohatimiz yana davom etadi. Bugungi ajoyib suhbatimiz uchun sizga minnatdorchilik bildirish maqsadida mana shu siz aytgancha bizning Anvar sayohatchi degan Telegram kanalimizda ishtirok etgansiz. O'zingizni, onangizni tug'ilgan kunlarini yozgansiz. Yo'q, bu men tug'ilgan kunim bo'lgan. Ha, u sizni tug'ilgan kuningiz. Onajonim shu dunyoga keltirganlar. Onajonim ham tug'ilgan. Ha, to'g'ri. O'shani siz ko'tarib chiqqansiz va 1200 dan ortiq ovoz yig'ganlar, reaksiya yig'ganlar. Aynan meni Anvar sayohatchi degan Telegram kanalim. Telegram kanalim oddiy kanal. Oddiy 250 tadan oshmaydi odam, lekin
bularni ko'pchilik tanigani uchun 1250 tacha adashmasam odam reaksiya bildirib ovoz berishgan. Aynan shu videoga shuni g'olibi bo'lganlari uchun biz ularga bunaqa sovg'a, esdalik sovg'asi, endi bu dunyodan bizdan esdalik qoladi-da. Biz aynan Anvar Sayohatchi Telegram kanaliga maxsus pechat, muhr yasattirib, bunaqa qilib esdalik sovg'asi qilib beryapmiz. Boshqa bizning Anvar Sayohatchi degan Telegram kanallarimizda ishtirok etuvchilar ham olishadi, g'oliblar olishadi. Mana shunaqa chiroyli qilib beryapmiz. Bu sizga, bizdan esdalik. Mana shuni ko'rganingizda bizani eslab yurasiz. Rahmat, sizga omad. Undan tashqari siz g'olib bo'lib qolganingiz uchun 21 mart 2025 yildan boshlab to 21 may oralig'ida mabodo Toshkentga kelib qolsangiz, sizga 300 ming so'mlik voucher beramiz. Voucher. Shu Book.uz degan kitob do'koniga kelib, shunday qo'ng'iroq qilsangiz, biz kelamiz. Tanlagan shu 300 ming so'mlik miqdordagi tanlagan kitobingizni olasiz. Sizni o'rningizga biz to'lab beramiz. Shu Anvar Sayohatchi Telegram kanalida ishtirok etganingiz va g'olib bo'lganingiz uchun. Ma'naviy ma'rifiy. Endi bu yerda mana aytilgan, ana bu yerda aytilgan Telegram kanalimizdagi fevral tanlovida faol va muvaffaqiyatli ishtirok etgani hamda ijtimoiy tarmoqdan bilim, malaka oshirish maqsadida unumli, maqsadli foydalanib boshqalarga ma'naviy ma'rifiy ma'lumotlar ulashayotgani uchun berilgan. Ya'ni boshqa maqsadlarda emas, shu uchun berilgan. Oldinga ko'rsatish. Mana buni esa oldiga qilib qo'shimcha qilib 300 so'm olasiz, shoshmang. Azroq qilib oldiga qo'ndiramiz. Bundan tashqari bugun endi bilasiz Ramazon oyi. Ramazon oyida ro'za tutiladi, baribir biz ibodatda bo'lamiz, harakat qilamiz ibodatda bo'lishga, Allohning farzlarini, majburiyatlarini va sunnatlarini bajarishga harakat qilamiz. Shuning uchun biz homiylar bilan kelishib, sizga chin ko'ngildan, hech qanaqa bir g'arazli niyatlarsiz, ichimizdan sizga mana musulmonlar, O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan chop etish va tarqatishga ruxsat berilgan va Naqshi degan nashriyot tomonidan chop etib chiqarilgan Qur'on kitobi ham aynan hozir Facebookda 150 ta odam, siz 151 odam bo'ldingiz. 151 odam sifatida Qur'on kitobi hadya qilyapman. Mana shu Qur'on kitobini chin ko'ngildan sizga hadya qilaman. Agar siz Qur'on kitobini qo'lingizga olganingizdan keyin mabodo arabcha so'zlarni, arab tilini bilmasangiz, o'ng tomoningizdan ochilganda arabcha chiqadi, arabcha chiqadi. Chap tomondan ochilganda kirilcha chiqadi. Kirilcha chiqadi. Lekin degan joyi bor. Lekin degan joyi shundaki, Alloh taolo nozil qilgan tilda o'qishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Kelajakda balki o'rganasiz, o'qiysiz. Mana shuni ochganingizda har bir varog'ida QR kodi bor. QR kodiga telefoningizni skanerini tutsangiz, bizani shayxlarimizni shu har bitta varrog'iga atalgan o'zbekcha tarjimalar va Makka shahri masjidi, jome masjidining shu Ka'batullohni muazzini shu surani o'qilishi bor. Madinadagi muazzinning o'qilish talqini bor. O'shani eshitsangiz bo'ladi, audio. Mana shuni sizga
beramiz. Siz olib imkon qadar o'qing, varaqlab chiqing, o'rganishga harakat qiling. Shuncha yutuqlar orasida yana bir yutuqqa erishing va shuni biz sizga ravo ko'rdik. Shundan tashqari ota-onangizga, ota yo'li onangizga hadya qiling. O'zingiz o'qib bo'lganingizdan keyin boshqalarga ham hadya qilingki, buni anaqasi. Yana bitta narsa bor, mana kuni kecha men eshitdim. Qur'on kitobini har bir harfini o'rgangan bandaga Allohdan kafolat sifatida har bitta harfi uchun 10 ta savob bor. 10 ta savob. Hadya qilganmiz, homiylar tashabbus ko'rsatishib hadya qildik. Albatta homiylarimizni ham qo'llab-quvvatlab duo qilib qo'yasiz. Mana shuni sizga va siz qatori onajonga beramiz. Bugungi kundagi ajoyib sportchi va shoir ukamiz Abdumannon Yoshlarga va umuman vatandoshlarimizga eng yaxshi maslahat nasihatlaringizni va dil izhorlaringizni bersangiz. Hurmatli yoshlar, bo'sh vaqtimizni mazmunli tashkil etish maqsadida maktabda eng yaxshi baholarga o'qing, sport bilan shug'ullaning, bo'sh vaqtdan foyda, bo'sh vaqtimizni mazmunli tashkil etishimiz kerak. Reja asosida bo'lish kerak hamma narsa. Hozirda harakat qilmasangiz, kelajakda juda afsuslanasiz. Hech narsaga erisha olmay qolganingizdan keyin o'sha kech bo'ladi. Men o'zimga bitta narsa motivatsiya qilib olganman. Bitta odam Telegramda kuzatib o'tiraman, kimdir ko'tarildi desa, "Voy, nimaga men shu harakat qilib, men ham ko'tarila olmayman? Nimaga men ko'tarilmadim?" degan narsani maqsad qilib olganman. Shu narsani sizlar ham maqsad qilib olsangiz, shuni intilish bo'ladi, hayotga harakat bo'ladi. Shundagina nimadirga erishishingiz mumkin. Men bu prezidentimiz tomonidan ko'p sportchilarimiz medallarga erishmoqda. Bular nimaga erishyapti? Harakat orqasidan. O'tirmayapti ular, ko'chada o'yin o'ynamayapti, game klublarga borib o'ynamayapti. Faqat sport bilan shug'ul harakat qilyapti. Men o'zim o'ylab qarab o'tirdimda telefonda, ko'tarib medal olishdi yaqinda. Esdalik nishonlarni olishdi va nimaga bular oldi, men ololmayman. Men hozirda yana o'zim harakat qilib, o'zim Abduhamidov jamoasi degan kitobini chiqarmoqchiman, yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida. Sizlar ham o'zingizga bitta narsa motivatsiya qilib olib, o'sha bo'yicha harakat qilishinglarni so'rab qolaman, hurmatli yoshlar. Bizning bugungi suhbatdoshimiz Abdumannon Qibraylik. Abdumannon 21 yoshlarda, u sportchi ham shoir. Shoir deganda yozuvchi, kitoblar chiqaradi. Shular bir yaxshi qo'shiqlar hurgoyi qilar ekanlar-da, o'zlari bilan qolganlarida karaoke qilar ekanlar. Shuni bir asabni tinchlantirish uchun. Bugun bizga eksklyuziv, hali hech kim eshitmagan qarab qo'shiq berasiz. Osmon Navrozovga do'stim qo'shnaman. Qo'ldan kelgancha endi. Boshqacha narsa saymiz. Jonli aytib bersangiz bo'ldi. Jonli, qo'ldan kelgancha. Bir do'stim bor eslatadi donalikni. Bir do'stim bor o'rgatadi donalikni. Ko'rishganda o'tgan kundan gaplashamiz. Sog'intirdi bolalikni. Ya zo'r, dahshat. Do'stingiz bormi o'zi? Bor. Yaqin o'rtoqlaringiz bormi? Bildiqaliga chiqdim. Haligacha bilganmiz. Zo'r, dahshat. Rahmat, kattakon. Juda ham chiroyli chiqdi. Rahmat. Zo'r chiqdimi? Ijodiy suhbatimizdan so'ng mana Abdumannon bilan birga sekin-asta sayohatga ketdi o'zi. Qibray tumanidamiz. Yurib, hozir motivatsiya olib, havodan juda ham ochilib ketdi havo. Va hozir kamerada hozirgi mana shu paytda ilmiy maqolamizni davom ettirishimiz kerak. Albatta, hozir biz sport bilan shug'ullanmoqchimiz. Ijodiy sayohatimiz davomida Abdumannon erishgan yutuqlari kichik muzeychasiga taklif qildi. Ko'rib, hozir o'zidan eshitamiz. Marhamat. Bu yangi yil bayrami nishonida tushgan mashg'ulot jarayonlaridan musobaqada o'zimizda
Abduhamid jamoasi 1 yilga bag'ishlangan musobaqamizni. Bu o'zim erishgan yutuqlarim. Bu yerda onlayn tarzda tashkil etilgan Vatan madhi tanlovida faol ishtirok etganim uchun berilgan. Bu yerda O'zbekiston Yoshlar ittifoqi qo'shilgan Kamallik bolalar tashkiloti tomonidan yozuvchilar uyushmasi tomonidan Xudoybek To'xtabayev tomonidan bo'lib o'tgan tanlovda erishgan yutug'im bu ustozim, bu o'zim, bu yer Qorabel bog'imni pasporti olingani haqida. Bu yer chempionlar, havaskorlar. Bu yerda Olimpiada chempionimiz Ulug'bek Rashidov taekvondo bo'yicha. Bu yer jamoamiz logotipi. Yoshlarimiz, o'zimiz sportchilarimiz sizga. Bu yerda Samarqand musobaqasida eng yaxshi jamoa ro'yxatida shakllantirilib, kubok olganmiz. Bu yer Qoraqalpog'iston Respublikasida o'tgan musobaqada shogirdimiz o'rin olgan bunda. Yana tepadagi medallar shogirdlarimizning medallari edi. Meni qiziqtirgan narsalarda bular nima? Bu shlem, boshga kiyib himoya vositasi, bu protektor. Kiyib tushadi uni. Shunda zarba o'tmaydi. Travma bo'lmaydi shunda ko'proq. Bu lapa. Lapa deyiladi. Lapa tepib ishlashadi. Ya jamoamizni bayrog'i. Keling ko'rsatamiz. Nimadan ishlayapsiz? Bu bayroq biron bir mazmun beradimi? Ma'no beradimi? Bu Feniks qushi olovda ham, suvda ham yonmaydi deganini bildiradi. Yani Abduhamid jamoasi suvda ham, olovda ham yonmaydi. Olg'a davom etadi degan. O'zimiz maqsad qo'yganmiz bayroqda. Ham ta'murchi tamg'asi bor ekan. Xo'p. Zo'r, yaxshi. Yana nimalaringiz bor? Haqiqiy muzeyga keldik-ku, ko'rgan. Judayam zo'r. Maxsus poyabzallar kiyishadimi shu jarayonlarda? Maxsus poyabzallari bor. Endi u hozir yo'q. Hozir bu muzey uchun. Judayam yaxshi, xursandmiz. Yana sportchilarimiz ijrochisi tayyorlab kelishgan. Bu oldingi birinchi logotipimiz. Erishgan yutuqlari, hozirgi faoliyatlari, harakatlari haqida. Taekvondo tavsiyalar berishganda mana bu logotiplarimiz o'zgarganda hozir oldingi logotipimiz. Demak, hozirgi kunda ham ijod, ham sport bir-biriga xoma-xon tarzda ketyapti. Bir-biriga xalaqit qilmaganmi hech? Yo'q, hech xalaqit bermayapti. Sportni hozir kelayotgan sportchilarimiz ham dars vaqtiga xalaqit bermagan holatda bu o'tyapti. Ular ham hozir o'zlarining ilmiy maqolalarini olib kelishyapti. Mana bu logotiplarimiz ko'p bo'lganda o'shalarda. Bu EVS Qibriy markazi EVS ochilishida bu o'tganda jamoamiz ko'rgazmali chiqib bergan. Bu 2022-yilgi logotipimiz. Bu Olimpiada chempioni, taekvondoni tasvirlangan rasm. Juda ham yaxshi. Logotiplarning o'zgarib boruvchi nimaga? O'zgarib boruvchi ko'p o'zgaryapti. Yutuqlar qo'shiladi. Yutuq qo'shiladi, hamma shijoat ko'payadi deb oladi. Logotipimiz ham boshqacha qilsak. Tushunarli. Yaqinda bitta sportchimiz taklif qildi, Feniks qushini qo'yaylik, u suvda ham yonmaydi, olovda ham anaqa qilsak, Amir Temur ham belgisini qo'ysak. Shijoat bilan, o't bilan yonib yashab, harakat qilish ma'nosini bildiradi. Rahmat. Biz hozir sport majmuasiga keldik. Bu Toshkent viloyati Qibray tumani yaxshi yoshlari